Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain emma ba'd. Muhterem ustazlarımız, muhterem ekran aldıdaki barlıq yerindaşlarımız, bugün Kur'an-ı Kerim'den 30 parılıq, yani Kur'an-ı Kerim'nin hemmesini ve Kur'an-ı Kerim'den 15 parılıq boğan iki türdeki musabıqımız boldu. Ve şundaqla hadis-i şeriften, Bukhari'den ve Buğyatul Huffaz deydiğen kitaptan bunun musabıqımız boldu. Bu musabıqı ötküzülüşten burun, bugünkü günden burun muşu tızımlatqan taxminen 120 okuğucu. Bu 120 okuğucunun ki köp kısmı başka mekteplerde, medreslerde okuğan, yadağan, Kur'an-ı Kerim'ni yadağan, hadis ilimlerini öğrengen. Yani umumyüzlük Uygur milletinin perzentleri bu yılki bizning ilanımızga qarta mush musabiqa qatnashishni talab qilgan ve tizimga aldırgan bo'lib, mushu tizimga aldırgan o'quvchilarni evvel birinci qitimda bir musabiqa qildik. O musabiqimiz tallash musabiqasi edi. Yani bugünkü bu sorunu qatnashganlar tallash musabiqida hal qilg'uch musabiqasiga, yani bugünkü mushu musabiqimizga erishishga salohiyati bo'lgan o'quvchilar edi. Bu alohida salohiyatlik bo'lgan o'quvchilarni bugun yana bir qitim tanlab bularga nomer qo'yib chiqdik. Bir ozdan keyin bularningki hadiyalarini, mukofotlarini beramiz inshaalloh. Endi muhtaram qarindoshlar, bizningki bu shar'iy ilm masalasi nihoyat zil masala. Tarixten bu yan muşundaq o'qib kelingan, bunu köpünç adamlar buningki qadr qimmatini bilmasimi, bunun qadr qimmatini bilgan kishilar tarixten bu yan üzülüp qolmadi. Bu bir karvan davomliq muşundaq mengib turibdi. Yani bu ta qiyomat kunigacha mangdi bu. Balkim bu karvan hozir bizning qismen bu karvonga bir töhbimiz qo'shilib qolgan bo'lishi mumkin. Bunun kenimi davamlıq özülüp qalmay muşundaq mağdu. Çünkü bu din Allah'ın dini bolğanlıqdan, bu dinni Allah özü muhafizat qılıp saqlaydı, kitabını özü muhafizat qılıp saqlaydı. Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini mu Cenab-ı Allah özü muhafizat qılıp saqlaydı. Hem de tarixtiki muş özü muş hadis haqqıda mesela bugünkü günde İmam Bukhari rahimullah'ınki Muhtasarul Bukhari degan kitabıdan 1000 hadis ve 500 hadis. Muşunu o'quvchilarimiz yodlab o'tdi yuqorida. İmam Bukhari rahimullah 300 ming hadisni yodi bildi ekanda endi. Kitobga qarash, o'qishdan boshqa 300 ming hadisni yodi bildiganligi bayon qilinadi. Endi Ibn Hajar Asqalani rahimullah bu hadis sohasidagi nihoyat cho'ng olim. Bu kishi 9 yoshida Qur'oni Karimni yodagan. İlmul fiqhi, usulul fiqhi, tefsir ve lügat cihetlerde nayet jukur imtiyazga ega. İlmul cerh ve ta'dil, yani hadis ilmideki bu sahada bu nayet meşhur boğan muşundaq bir ölüma. Buluğul Meram deydigan bir kitap var. Bu kitapni oğlunu terbiyeleş üçün yazıp beriptiken İbn Hajar Asqalani rahimullah. Yani oğlumni bir terbiyeleymiş kitapni yadason deb maxsus şu oğlun terbiyeleşke bir kitap yazıp beriptiken. Yani bu tarixtiki ötken alimlerimizning, ölgülerimizning tutup mangan yolu. Ahmed ibn Hanbal radıyallahu anhu bir adamni, yani bir kişini hadis alimi deb ataş üçün 300 ming hadisni yod bo'lish kerak deb bu şekilde tushundigan ekan. Yani bir adam hadis alimi men deyish üçün 300 ming hadisni yod bo'lish kerak ekan. İbn Şihab radıyallahu anhu'nun ki ahvalıda bu kişi Kur'an-ı Kerim'ni 80 günde yodab bo'lganligi bayon qilinadi. Yani İbn Şihab radıyallahu anhu 80 günde Kur'an-ı Kerim'ni yodab bo'lgan ve shundaqla hadis sohasidagi nihoyat cho'ng olimlardan sanalgan bu kişi özü tabi'in, nurg'ulg'an sahabelerden ilim o'rganganligi tushuntiriladi. Endi muhterem qarindoshlarimiz, Qur'oni Karimda Rabbimiz Jalla ve Ala shundaq deydi: "Ya eyyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum
ve yusabbit aqdamakum. Ey müminler, sizler Allah'a yardım bersanlar, Allah sizlerge yardım berdi ve qadamlaringlarni mustahkam qiladi. Hamda Allah'a yardım berish degan nima desa, shar'iy ilmni o'rganish, Qur'oni Karimni o'rganish, yaxshi o'qishni o'rganish, yodlash, buni boshqalarga o'rgatish, hadisni yaxshi o'rganish, buni yodlash, boshqalarga o'rgatish va bu yo'l bilan menish. Ve shuningdek Qur'oni Karimning taqozosi bo'yicha, hadisning taqozosi bo'yicha hayotida shu shaklda yashash. Allah nima degan bo'lsa shu deganni qilish, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima degan bo'lsa shuni qilish. Hamda bu yerda bizning bugungi kunimizda Allohning nusratiga bo'lgan ehtiyojimiz nihoyat cho'ng hamda. Bizga Alloh o'zi nusrat bermasa, Alloh yordam bermasa, biz qanchalik qilganimizdan qat'i nazar. Hamda bu sözlerini anlayan vaqtida bir qism kishilarimiz shundaq deb qilishi mumkin. Bu tarixdan buyan bu musulmonlar shundaq g'alaba qilinmay kelgan, mag'lub bo'lgan deydigan gumonlar bo'lib qilishi mumkin. O tarixni bilmaganlik, haqiqatni tushunmaganlik. Biz Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan bizga taxminan bir 250 yil, 300 yil bir qorong'ulik zulmat o'tgan bo'lsa, islom dunyosi taxi shu bir 150 yil atrofida bo'ldi. Uning uchunlik musulmon nayet kuchlik, islom askari kuchlik, adolat Allohning adolati bilan yo'rg'an, nurlangan shundaq bir parlaq holatlar tarixda o'tgan. Ming yillab shundaq yaxshi tarixlar o'tgan. Bu tarixlarda nayeti insan özünün ko'nglidagidek shundaq huzurluq bir holatlarda yashab o'tgan. Bugungi kunda dunyoning nariga bas huzuri yo'q. Hamma yerda shundaq insonning qadr qimmati yo'q bir dunyoda yashayapmiz. Islomning eng tashabbus qildigani nima? İnsan hurmatlik, inson bir-biriga hurmat qilish kerak, bir-biriga muhabbat ko'zi bilan qarash kerak, bir-biriga mehribonlik bilan qarash kerak. Bu İslamның asaslık prensiplerinden birisi. Yani insan insanga nefretlenishga bo'lmaydi. Qachoniki İslam ko'rsatmalariga asosan yashagan vaqtida, Qur'oni Karim ko'rsatmalariga, hadis ko'rsatmalariga asosan yashagan vaqtida bu muhabbat, bu mehr muhabbat hosil bo'ladi. Mehr muhabbat hosil bo'lgan vaqtida huzur paydo bo'ladi. Bir-biridan ko'ngli suv ichgan vaqtida insonlarning bu vaqtida huzur paydo bo'ladi. Agar bir odam eng esil mashinaga minsa, eng esil uylarda o'tasa, aeroplanda mangsa, nima ish qilsin, u insonning qalbi huzur topmasa, u inson yanıla shu dunyoda shundaq eng bichora holatda yashagan bo'ladi. İnsonning qalbining huzur topadigan narsasi biri Allohga bo'lgan iymon, e'tiqod bilan, yana biri başka insanlar bilen boğan arasındaki mehr muhabbet bilen huzur tapıdı. Bu mehr muhabbet bilen huzur taptırdıgan nersi fakat din. İslam'dan başka insanların kalbide bir-birge köynüdügan, bir-birge mehr muhabbet bilen muamele kılıdığan, bir-birge rahim şefkat kılıdığan mandaq bir görünüş yok. Eğer kupurluk sistemlerde bir-birge mehr muhabbet bilen qaravatkan bolsa fakat yüzaki bir qarash, yani o insanın o kadar hürmetleşinin muhim ekanligini bunu tushunmay fakat yüzaki bir insan bo'lganlikdan deb muomala qiladi yoki o'zini shu yaxshi insonligini isbotlash uchun muomala qiladi. Musulmon dinni haqiqiy tushungan vaqtida chin qalbidan mehr muhabbat bilan muomala qiladi boshqa insonlarga. Chunki insonni hurmatlash, insonparvarlik, musulmonni hurmatlash musulmonga vojib. Şeriatning hükmü bu. Yani Müslümanını hürmetleş, Müslümanға nispeten vacip. Her qandaq Müslümanını Müslüman çokum hürmetleş gerek. Dinninki körsetmesi bu. Şununla bu dinni ügünüş, Kur'an-ı Kerimni ügünüş, bulanın musabiqlarını şundaq qıp turuş, musabiqlar qatnashish ve bu faaliyetlerini qo'llash, bununla nayet özü yaxshi ko'z qarashda bo'lish, bu qalbida Allah'ның diniga bo'lgan, muhabbati bo'lgan imondor, muxlis mu'minlarning ishi. Normal odamlar buni tushunmasligi mumkin. Haqiqiy mu'min odamlar buning qadr qimmatiga yetadi. Dunyoda hamma narsalarning musobiqasi bo'layotdi bugungi kunda. Top o'ynaydiganlarning, mushlashchilarning, naqshchilarning va iningdan boshqa barliq har xil sohadagi ilmlarning musobiqasi bo'layotdi. Albatta Allohning kalomining musobiqasi bo'lishqa en layık, elbette
Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinin musabiqsi bolışqa en layık bolsa, bunu qanchalik keng ko'lamlik o'tkazgili bolsa, buni naytimi texmi ilmiy seviyesida yuqori holatlarga ko'targili bolsa, bu nayt yaxshi bo'ladi. Farzandlarimizni Allohning dini bilan tarbiyalash kelgusimizga mustahkam ul basqanlik bo'ladi. Ya'ni biz Allohga qandoq yordam bera olamiz? Allohning bizning yordamimizga ehtiyoji yo'q, ya'ni hojati yo'q. Biz faqat Allohning dinini yaxshi o'qiymiz, yaxshi o'rganamiz, özümüzün hayatımızga bu dinni tatbiqlaymiz ve başkalarının bu dinde yaşını ümit qilamiz, arzu qilamiz. Şu maksat bilen bu dinni başkalarına tushundirishni xohlaymiz. Bu dinning mayli shundaq o'qish ishlari olsun, o'qitish ishlari olsun, mayli bunun siyasi qismlari olsun, mayli jihadi qismlari olsun, mayli devlet boshqarish qismlari olsun, bunun hammasini o'rgatishimizga to'g'ri keladi. Shuni o'rgatgan vaqtimizda Allah'ın adaleti yer şarida meydanga chiqadi. Yani o'ttirda Allah'ın adaleti namoyanda bo'ladi. Allah'ın adaleti namoyanda bo'lganda, Allah'ın adaleti oshkor bo'lgan vaqtida insonda xotirjamchilik bo'ladi. Millatda xotirjamchilik bo'ladi. Davlatlar, agar bir necha davlatlar Allah'ın dini bilan, Allah'ın ko'rsatmasi bilan yashaydigan bir puhraga sahip bo'lgan vaqtida o davlatmi xotirjam bo'ladi. O devletdeki kişiler başka bir devletdeki kişilerge eziyet vermeydi. Özünün içindeki kişilerge eziyet vermeydi. Huzur, halavet şu vaxtıda boludu, adaletmi şu vaxtıda tikilinudu. Şununla muşundaq musabiqlarının boluşu biz üçün ve bulapmı hazırki haletimizde naiti muhim muhterem qeyrindaşlar, Cenab-ı Allah bu işlerimizni davamlaştırıqlı nesibidar kılsın ve milletimizge davamlık özü razı boluduğun ilim hikmet yolunu takımı kenar qıpasın. İnşallah bu musabiqalarimizni uzun qalmagan holatda biz tug'ilib o'sgan vatanimiz Sharqiy Turkiston tuproqlarimizda o'tkazishga Janob Rabbimiz hammamizga nasib qilsin va bu yo'lni bizga muvaffaq qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.